Assalomu alaykum, Centrum Holidays tur firmasining ashaddiy obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga yanvar oyiga juda ham katta yangilik desa ham bo'laveradi. Nizomiddin hoji akamiz birgalikda, ya'ni komfort paketlarda umra ziyoratiga borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Albatta videoni oxirigacha ko'ring, videomiz yoqsa like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Bugungi video syomkamiz aynan siz uchun, ishonchli va garantiyali tur firma oqtarib yurgan yaqinlaringiz uchun bo'lishi mumkin azizlar. Bo'lmasam biz video syomkamizni boshladik. Hoji aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat, keldingizmi? Mana anchadan beri to'g'risi obunachilaringiz tomonidan savollar kelib tushayotganida, ya'ni o'zingiz qachon borasiz, billa ketasizmi, billa borasizmi degan savollar juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun mana yanvar oyiga birgalikda ketish uchun safar uyushtirdingiz, ya'ni tayyorladingiz. Mana shu safarimiz haqida bir qisqacha ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilari, hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar. Ko'plab kommentariyalarda kelgan savollar bor. O'zingiz billa chiqasizmi, o'zingiz billa borasizmi, billa hamrohlikda bo'ladimi degan ko'p savollar bo'ldi. Xudo xolasa mana bizga ham nasib qilgan ekan. Inshaalloh 13-yanvarga hafta kuniga seshanba kuni bo'ladi. Farg'ona Jidda reysi orqali o'zimiz boshchiligimizda bir komfort paketni rejalashtirdik. Centrum Holidays jamoasi bilan bu komfort paketlarimizni mana shu videoda oxirigacha ko'rsalaring, yana ham batafsil ma'lumotga ega bo'lasizlar. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham yaqinlaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarda bron qilishlaringiz mumkin azizlar. Xo'p, hoji aka, endi bitta narsaki, komfort paketni mana maqtadik, aytdik. Gostinitsalarimiz, shart-sharoitlarimiz haqida bir ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Xo'p, komfort paketimiz shu darajada bo'ladiki, standartdan yoki ekonom paketdan alohida bo'ladi. Nomi bilan o'zi komfort bo'ladi. Komfort degan nima degani o'zi? Yaqinlikda ustun bo'ladi, ozuqatlikda ham ustun bo'ladi, ziyoratlarda ham qo'shimcha ziyoratlari bo'ladi. Bularni mana sizlarga batafsil mashina aytib o'tib ketaman. Xo'p, birinchi Farg'ona Jidda reysi bilan uchamiz. Xudo xolasa Madinadan ibodatni boshlaymiz. Xo'p, Madina shahrida Madina Munavvarada gostinitsalarimizni oraliq masofasi 100 metrda bo'ladi. Zamzam suvi chiqadigan joyda. Xo'p, oldida Mehrob Toyiba degan birinchi qatorda gostinitsamiz bor. Oraliq masofasi 100 metrda bo'ladi. Xo'p, borib kelganlar buni biladi. Xo'p, Madinada 3 kun bo'lamiz. 3 kun ichida 3 mahal ozuqatlarimiz bo'ladi. Aslida o'zi standartda 2 mahal bo'lardi. Biz komfort qilganimiz sababi zaftirigi bilan bemalol 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, Madinani ziyoratgohlarini aytib o'tib ketamiz. Madinada Payg'ambar ravzalariga tashrif buyuramiz, qabristonlarga kiramiz, Baqiy qabristonlariga. Xo'p, Madinadagi sayohatlarga, Qiblatayn, Uhud tog'lari, xurmo bog'lariga kechki oshlar va pikniklarimiz bo'ladi. Xo'p, yana qo'shimcha bir qancha Madinada ziyorgohlarga chiqamiz. Xo'p, Makka shahrida esa Savr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz, Sulaymon rojihiylarda kechki pikniklar, hatto ham ozuqatlarimiz bo'ladi, kechki oshlarimiz bo'ladi. Xudo xolasa, qo'shimchasiga Toif shahriga ham bir marta to'lovlarning ichida 2 marta umra qilishlik imkoniyati bo'ladi. Xo'p, Makka shahriga borganimizdan keyin gostinitsa qayerda bo'ladi? Komfort paketiga qayerda joylashgan desalaring, Ajiyat ko'chada Al Nasim degan gostinitsamiz bor. Eng uzoqligida 1 kilometr bo'ladi. Eng uzog'i 1 kilometr. Bemalol piyoda ham borib kelish imkoniyati bor. Bo'lmasam 5 mahal namozga avtobus xizmatlari ham bor. Hattoki tahajjudga ham bormoqchi bo'lgan aziz ota-onalarimizga, hoji dada, opa-singillarimizga ham tahajjudga ham avtobuslarimiz bor. Xohlasa azon ovozi eshitilgandan piyoda yurishni boshlasangiz, bemalol jamoatga ulguydigan darajada yaqinlikda joylashgan bo'ladi. 1 kilometrda. Toza, pokiza, shinam o'zbek milliy taomlari 3 mahal Makka shahrida ham o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Xudo xolasa mana bu Telegram, WhatsApp orqali quyidagi raqamlarga, ekrandagi raqamlarga telefon qilsalaring, o'zim bemalol telefonlarini ko'taraman, 24 soat xizmatda bo'lamiz. Joylarimiz soni juda ham oz. Bemalol biz bilan safar qilishlikda niyat qilgan aka-ukalarimiz yoki aka-ukalarimiz ota-onalarini jo'natmoqchi bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, yana ham qo'shimcha ma'lumotlarni beraman, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, xudo xolasa siz obunachilarimizdan birgalikda Nizomiddin hoji akamiz hamrohligida, ya'ni ziyoratlarga borib kelasizlar. Inshaalloh biz ham nomimizga o'sha yerga borganda bir duolarda eslab qo'ysalaring, biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. Bizni kuzatib boringlar, hoji aka, xudo xolasa. Endi eng asosiy narxi bu narxida, ya'ni
obunachilaringizga bir narxini nechi pul qilib berasiz, ya'ni kelishilgan holda? Xo'p, Asalbek hoji, bu Comfort paketimiz o'zi aslida 1300-1400 dollar sotishadi. Aha. Bu Comfort paketni ichiga shu 1300-1400 dollar deb sotib, shu mana shu narsalar bo'ladi, aytib o'tib ketilgan. Xo'p, biz o'zimizning obunachilarimizga Centrum Holidays, ya'ni o'zimizning obunachilarimizga 1100 dollardan telefon qilishaversin. 50 dona joyimiz bor, albatta 1100 dollardan telefon qilishaversin. Xudo xolasa biz bilan safarda niyat qilgan obunachilarimiz bo'lsa, yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol xizmatlarni qilaveramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana eshitdilaring, o'zlaring batafsil ma'lumotlarni berdik. Yana qo'shimcha bir savollar bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin do'stlar. Sizlar bilan Centrum Holidays jamoasi bo'ldi. Bizni kuzatib boringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Rahmat hoji aka. Sog' bo'linglar, rahmat.